Assalomu alaykum, Navruz aka xolmang. Bor bo'ling. Johir aka qandaysiz? Charchamayapsizmi aka? Dehqonchilikka baraka. Umringizga baraka. Keyin qani? Aka, bu yerda nechta xil ko'chatlaringiz bor endi? Bu yerdami? Bu yerda olma bor, gilos bor, yong'oq, shaftoli zaldori bor. Nok bor, nok. Deyarli hamma mevali ko'chatdan bor ekan-da. Deyarli barchasidan bor. Qorolini bir 2 xil 4 xil sorti bor qorolini. Shaftolini 4 xili bor. O'rikni 4 xili bor. Bu ko'chatlarni ichi cheklanmaganmi deyman soni ham, ha? Cheklanmagan holda sotamiz-da. Yo'q demaymiz. Bu yerda hozir qanaqa agro ishlar bo'lyapti, Navruz aka? Bu yerda shox sindirish, obработка bo'lyapti. Bu pastda ham ana ko'chatni tagini ham traktorcha bilan haydalangizmi deyman? Traktorcha bilan haydalgan hozir. Bu giloslarda nima sortlari bor? Bu yerda gilos Napoleon bor, Mintopol bor, Lapins bor, Bahori bor. Sort ko'p gilosda. Hamma turidan bor ekan-da. Deyarli barcha turidan bor. Skina ham bor. Bu payvandlar qanaqa payvand endi, Navruz aka? Bu kurtak payvand. Kurtak payvand, ha? Ular hammasi kurtak payvand qo'yilgan. Payvandi mana pastda ekan. Kurtak payvand. Bu ko'chatlar qaysi oydan egilishni boshlaydi endi, Navruz aka? Nasib bo'lsa noyabrda oxiridan. Keyin 20-dan deb hisoblaylik. Noyabrdan boshlanadi nasib bo'lsa. O'tgandan boshlaymiz. Nasib bo'lsa. Xalqimizga tarqataverasiz. Dehqonlarga kelaversa kelishtirib beramiz. 12 ta viloyatga dastavka bor. Dastavkamiz bor. Kelishgan holda ko'chatni ham narxini kelishtirib beramiz. Bo'ldi, mana azizlar nomerni ayting, Navruz aka. Nomer 93lik 250 89 18. Mana nomerlar profilga ham qo'yamiz. Obuna bo'lishni unutmangizlar. Like, podpiska, kanalimiz yangiligi uchun podishka qilib turasizlar. Ko'chatlarimizning soni cheklanmagan. Hamma ko'chatlardan bor. Mana shaftolilar shoxlagan hammasi. Mana slivalar. Bu tomon bodom. Bunda yana shaftoli bor. Bu tomon o'rik. Ko'chatda oxiri ko'rinmaydi. Ko'chat ko'p. Ko'chat ko'p, cheklanmagan. Mana bu tomonlar olma, nok. Noklar usti kesilgan, ishkanka qilingan, achiska qilingan. Bu tomon gilos. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, murojaat qilaverasizlar.